jannatga qiladigan amalimiz bilan emas, Allohning rahmati, fazli, karami bilan jannatga kirar ekanmiz. Imom Shibli rahmatullohi alayhi bir o'qiganmiz, esingizlarda bo'lsa yodingizlarga solmoqchiman. Imom Shibli shariatda, tariqatda, haqiqatda, ma'rifatda bitta bo'lgan. Shariatni zo'r bilgan, tariqatni zo'r bilgan, ma'rifatulloh, Allohni o'ta tanigan shunday zot vafot qilganlarda do'stlari ham o'ziga yarasha odam bo'lganda, do'stlari ham Xudoning do'stlari bo'lgan. Imom Shiblidan so'radilar: Alloh sizga nima muomala qildi? Nima bo'ldi? Oxirat qalay bo'ldi? So'roq-savollar nima bo'ldi desalar, Xudoy taologa meni birorta amalim ma'qul kelmagan ekan. Na namozim, na hajjim, na zakotim, na ro'zam, biror bir amallarim Allohga ma'qul kelmagan ekan. Alloh mendan so'radi: "Ey Shibli, seni jannatga kirishliging namozingdan deb bilyapsanmi?" "Ha, yo'q, namozingdan emas" deb. E'tibor berib turing shu gapga. "Ey Shibli, jannatga kirganlaring bergan zakotimdan deb o'ylayapsanmi?" Adashasan. "Ey Shibli, sen dunyoda ilm bilan mashg'ul bo'lgansan, talaba ilmda o'tgansan. Shu talaba ilmdagi ilmlarim foyda qilib jannatga kirdim deb o'ylayapsanmi?" Yo'q. Imom Shibli rahmatullohi alayhi dunyoda qilgan hamma yaxshiliklarni ko'z oldiga keltirgan ekanda Alloh. Hayron bo'ldilar. Parvardigor, nima tufayli kirdim jannatingga? Ayt menga deganda, esla. Bag'dod shahrida palon mahallada ketayotgan vaqtingni esla deb turib, Xudoy taolo bugun qilgan ishimizni internetda kunda ko'ryapmizmi, televizorda? Xudoy taolo ko'rsatar ekan, rasmimizni ko'rsatar ekan. Palon Bag'dodni mahallasida ketayotgan vaqtingda yerni chekasida bir mushuk sovuq kunda titrab, qiylanib o'ladigan holatda turuvdi. Haligi mushukka sen rahming kelib turib, mushukni olib uyingga olib kirgansan, bilasanmi? Mushukka joy bergansanda uni o'limdan qutqarib qolgansan. Mana shu qilgan ishing meni dargohimda ma'qul kelgan. Qabul qilinganligidan men seni jannatga olib kirdim degan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ummatim jannatga qiladigan amali bilan kirmaydi. Hatto men ham dedilar. Jannatga qiladigan amalimiz bilan emas, Allohning rahmati, fazli, karami bilan jannatga kirar ekan. Qaysi ibodatlarimiz, qaysinisi Xudoga ma'qul kelayotganligini bilmaymiz. Faqat nima? Wasabiqu ilal khayrat. Yaxshilikka musobaqa qilish, shashilishlik. Xudoyim hammamiz gunohlarimizni kechirsin, ibodatlarimizni qabul, duolarimizni ijobat qilsin. Xudoning rahmatiga sazovor bo'ladigan amallarni Xudo bizga nasib qilsin.